Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun aqlingizdagi kishini hayotida kim bor deb ko'ramiz. Hayotida kim bor? Aqlingizdagi kishini hayotida kim bor? Sizdan boshqa inson bormi? Aqlingizdagi kishini hayotida sizdan boshqa inson bormi? Aqlingizdagi kishini hayotida sizdan boshqa inson bormi? O'rtoqlar, menimcha sizlar oilali insonga eshitayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin oilasi bor deyapti kartlar. Aqlingizdagi kishini hayotida boshqa inson bor aslida. Oilasidan ayrilgan bo'lishi mumkin, ajrashgan bo'lishi mumkin. Hozircha yolg'izligini ko'rsatyapti o'rtoqlar. Hozircha yolg'iz. Oilasidan ayrilgan, ajrashgan, lekin tuyg'ulari sizga chiqyapti. Tuyg'usi, sevgisi sizga chiqyapti. Sizni ko'p o'ylayapti o'rtoqlar. Sizlarni ko'p. Endi aqlingizdagi kishi eskidan oilali insonga o'xshayapti. Masalan, oilasidan ajrashgan. Eskidan oilasi bo'lgan, lekin oilasidan ayrilgan insondir. Balki ayolini yo'qotgan inson bo'lishi ham mumkin. Masalan, ayoli olamdan o'tganga o'xshayapti ba'zi birlarni. Lekin vaqt soatida o'zini oilasiga shafqat ko'rsatmagan inson. O'zini oilasiga shafqat ko'rsatmagan inson, eskidan oilasi bo'lgan, lekin oilasidan ayrilgan. Oilasi endi ayoli bo'lsa, ayoli olamdan o'tganga o'xshayapti. Lekin sizga hozir tuyg'usi bor, sevgisi bor. Sizga sevgisi, tuyg'usi chiqyapti. Eskidan ham oilasini yaxshi ko'rgan, sevgan, oilasidan ketgan. Ba'zi birlarni ayoli vafot etgan, ba'zi birlarni ayrilganligini ko'rsatyapti. Masalan, просто так ayrilgan, uzoqlashgan oilasidan. Lekin oilali bo'lgan inson chiqyapti ko'proq. Aqlingizdagi kishi. Siz ham unga qanaqadir bir xabar yetkazmoqchi bo'lasiz, SMS yozmoqchi bo'lasiz, telefon qilmoqchi bo'lasiz. Aqlingizdagi kishi ham sizga qanaqadir bir telefon qilmoqchi bo'lib turibdi, nimadir xabarini yetkazmoqchi bo'lyapti, lekin yoningizga kela olmayapti. Qanaqadir yo'llari teskari bo'lganligini ko'rsatyapti. Aqlingizdagi kishini yo'llari hozir teskari bo'lgan. Yo'lga chiqaman deyapti, chiqa olmayapti. Ko'rasizlarmi, karta teskari chiqdi, mashina kartamiz teskari chiqdi. O'zi aslida yo'l kartasi hisoblanadi bu. Yo'lga chiqmoqchi bo'lyapti, nimagadir hamma narsa teskari bo'lib ketayotganligini ko'rsatyapti. Ko'ngli hech narsadan to'lmayapti. Sizsiz yolg'iz. Yuragiga hech narsa sig'mayapti. O'rtoqlar, sizlarsiz yolg'iz qolgan aqlinglardagi kishi, lekin tuyg'usi, sevgisi sizga chiqyapti. Sizni sevishini, yaxshi ko'rishini, keyin dushmanlar borligini aytyapti. Bizning oramizda dushman bor deyapti, dushman. Dushmanlardan qutulishim kerak deyapti. Aqlingizdagi kishini bir dushmanlari bo'lishi mumkin.
o'zini oshna-og'aynisi bo'lishi mumkin, dushmanlik qilayotgan bo'lishi mumkin, endi sehr jodu qilayotgan bo'lishi mumkin, hamma narsadan sovutayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, sizni yomonlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, qanaqadir bir ayol kishini yomon ko'rsatyapti. O'ziga qaratish uchun. Kimnidir og'aynisimi, oshna-og'aynisimi, o'rtog'imi qanaqadir qo'lidagi bir narsalarni olmoqchi bo'lyapti. Masalan, ish joyini, masalan, ayoli bo'lsa ayolini, sevgilisi bo'lsa sevgilisini tortib olmoqchi bo'lyapti. Dushmanlardan qutulishim kerak deyapti aqlingizdagi kishi. Aqlingizdagi kishini hozir dushmanlari bor. Shifolanishi kerak. O'zi ham shifolanishi kerak. Qanaqadir balki sizdan shifo so'rayotgan bo'lishi ham mumkin. Qanaqadir bir shifochi tarafinglar bo'lsa. O'rtoqlar. Siz imperatorichasiz, juda ham kuchli ayolsiz, sabrlisiz. Juda ham sabrlisiz. Kutayotganligingizni bilyapti. Aqlingizdagi kishi aytyapti, "Sen juda ham sabrlisan" deyapti. "Sen meni kutyapsan" deyapti. Aqlingizdagi kishi. Balki siz aqlingizdagi kishini kutayotgan bo'lishingiz mumkin sabr bilan. Lekin sizlarni kutayotganliginglarni, kuchliliginglarni bu yerda his qilyapti, o'zi ham bilyapti. Ba'zi ayollar imperatoricha, ba'zi birlari qirolicha. Lekin buni hayotida yana bitta qirolichasi borligini ko'rsatyapti. Masalan, siz imperatoricha bo'lishingiz mumkin, lekin buni hayotida yana bitta qirolicha, balki siz qirolicha bo'lishingiz mumkin, balki hayotida yana bir imperatorichasi bor bo'lishi ham mumkin. Dushmanliklar bo'lyapti, deyapti o'rtoqlar. Dushmanlik bo'lyapti. Chorniy magiya bo'lyapti, sehr jodu bo'lyapti, ko'ryapsizlarmi? Chorniy magiya, sehr jodu bo'lyapti. Balki bir qirolichadan bir sehr kelayotgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, men hech qanaqa qirolicha emasman, men imperatorichaman, men kuchli ayolman deyotgan bo'lsanglar, qanaqadir balki qirolichalar imperatorichani yoniga bormasin deb bir sehr jodular qilayotganligini ko'rsatyapti. Chunki hayotida yana bir qirolichasi borligini ko'rsatdi. Hayotida yana bir ayol kishi bor, o'rtoqlar. Yolg'iz emas. Sizlardan ozgina soviganligini ko'rsatyapti. Masalan, imperatorichalardan sovutgan, imperatorichalardan sovutgan, qirolichalar sovutgan. Ketsin, uzoqlashsin. Faqat meni tanlasin deb shansni qo'lga kiritmoqchi bo'lib, uzuklarni menga taqsin deyapti. Qaysidir qirolicha aytyaptiki, uzukni menga taqsin deyapti. Masalan, aqlingizdagi kishini eskidan oilasidan ayrilgan inson bo'lsa, hozir buni hayotida yana bitta qirolicha borligini ko'rsatyapti. Imperatorichalardan sovutgan. Balki siz 3-kishi bo'lishingiz mumkin. Farqi yo'q, 3-kishimisiz, 2-kishimisiz. Aqlingizdagi kishini hayotida yana bir ayol kishi borligini bu yerda ko'rsatdi. Sovuqlar bo'lyapti. Masalan, agar men eshityapman, meni hayotimda qanaqadir sovuqchilik bo'lyapti, mendan uzoqlashgan desanglar, karta sizlarga tushyapti. Hayotinglardan ketgan inson bo'lsa yoki uzoqlashgan bo'lsa,
buni hayotida yana bir ayol kishi borligini ko'rsatyapti. Chunki sehr jodu bo'lyapti. Sizlar bilan janjal bo'lyapti qanaqadir. Sizlar bilan sud bo'lyapti. Bekordan bekor sizlardan uzoqlashmagan aqlingizdagi kishi. Men uzoqlashganlarga aytyapman. Agar yo mani aqlimdagi kishi yonimda desanglar, sizlarga tegishli emas. Uzoqlashgan insonlarga ko'proq tegishli deyapti kartlar. Sud bo'lyapti, qanaqadir ayriliq bo'lyapti yoki tortishuvlar bo'lyapti, muhokama bo'lyapti. O'rtoqlar. Lekin hozir sizlardan ketgan-ku aqlingizdagi kishi mendan uzoqlashgan, bizdan sovib ketgan desanglar, hozir hayotida boshqa ayol kishi bor, o'rtoqlar. Boshqa ayol kishi bor. No, ularniki отношенияsi qanaqa bo'ladi desanglar, ularni отношенияsi ham uziladi. Barbod bo'ladi hammasi. Siz bilan yangi boshlang'ichlar boshlanadi. Masalan, sizdan ketgan inson sizga qaytishni ham ko'rsatyapti. Sizlardan ketgan inson sizlarga qaytadi. Bitta tozalov olsangiz, agar tozalovni olsanglar, ritual olsanglar, tozalov qildirsanglar, aqlingizdagi kishi endi aqlingizdagi kishini magiya qilib o'ziga isitgan bo'lishi mumkin. Sizlar nima qilasizlar? Tozalov qilasizlar. Chorniy magiyani tozalaysizlar. Agar yo'q, men o'zim qaytarmoqchiman, qaytarish qilmoqchiman desanglar, ichida ham chorniy magiyani tozalash ham qaytarish bo'ladi o'rtoqlar. Agar ritual olaman desanglar, ritual, tozalash ritual, yo'l ochish uchun, aqlingizdagi inson sizga qaytishi uchun. Lekin qaytaman deyapti. Faqat bitta tozalovdan keyin yangi boshlang'ichlar boshlanadi o'rtoqlar. Tozalovni olganingizdan keyin aqlingizdagi kishi qaytishi mumkin. Boshqatdan boshlaymiz deyishi mumkin. Agar tozalovni olmasanglar, aqlinglardagi kishi hozir yashayotgan, birga yashayotgan ayoli bilan qolishi mumkin. Chunki birga yashayotgan ayoli har doim ritual qilayotganligini ko'rsatyapti mana. Ritual qilyapti. Suv bilan ritual qilyapti. O'ziga qaratyapti. Sevgisini o'ziga kuchaytiryapti, ko'rasizlarmi? Bu ritual. Ritual bilan ushlab turibdi. No, hozir yashayotgan ayoli tozalovlar qilyapti. Ketmasligi uchun har xil yo'llarini yopishga harakat qilyapti. Hamma narsani yanadan boshqatdan boshlash uchun. Masalan, ketaman degan bo'lsa ham, ketmoqchi bo'lsa ham yo'lini to'sib turibdi. Ko'rasizlarmi? Kupalar bilan yo'lini to'syapti. Bunga konfor olamni yaratib qo'ygan ayol kishi bor deyapti. Aqlingizdagi kishi hozir konfor olamini ichida, bunga konfor olamini yaratib qo'ygan o'sha kim bilan yashayotgan bo'lsa aqlinglardagi kishi. Ko'rasizlarmi? Ritual bilan konfor olamini yaratgan. Ko'zini endi qanaqadir yutuqlar bilan yoki bir nima deydi? Endi sehr jodu bilan ko'proq, magiya bilan, sevgi chaqirish, sevgisini uyg'ontirish yoki sevgi bilan qanaqadir bir rituallar qilganligini tuyg'usi bilan, aqlingizdagi kishini tuyg'ulari bilan bir ritual qilganligini ko'rsatyapti. Agar aqlimdagi kishi mendan ketgan desanglar, buni ritualini buzib o'zingizni yoningizga qaytarish qilsangiz bo'ladi. Masalan, tozalov qilasiz. Chunki bu ayol kishi hozir prosta tak buni ushlab turgani yo'q, bu ritual qilib ushlab turibdi aqlingizdagi kishini. Balki aqlingizdagi kishi eringiz bo'lishi mumkin. Qanaqadir bir ayolga o'ralashib qolgan bo'lishi mumkin.
yoki sevgilingiz bo'lishi mumkin, yoki unashtirilgan bo'lajak eringiz bo'lishi mumkin. Ko'rasizlarmi? Hozir hayotida yoshrog'i bor, yoshroq, sizdan yosh. Magiya bilan ushlab turibdi buni, magiya bilan. Agar sizlar tozalovni qilasizlar-ku, aqlingizdagi kishi hamma narsani tushunib yetadi. Chunki hozir tushunmayapti, bilmayapti. Bu magiya bilan tutilib turganligini, ushlab turilganini bilmayapti. Keyin tushunib yetadi, keyin oydinlikka chiqadi. Tozalov qildirsanglar, sevgi chaqirish, aqlingizdagi kishini qaytarish qildirsanglar, keyin oydinlikka chiqib, aqli joyiga tushishi mumkin. Hozir aqli joyida emas buni. Bunga komfort olamini yaratib qo'ygan bir yoshrog'i ham bo'lishi mumkin, yoshi kattaroq bo'lishi ham mumkin. Ushlab turibdi. Aqlinglardagi kishini hayotida hozir boshqa ayol kishi bor. Boshqa, umuman boshqa, bu yoshroq. O'rtoqlar. Boshqa karta ochib o'tirmayman. Agar aqlingizdagi kishini vaqtida qaytarmasanglar, vaqtida ritualni olmasanglar, mana ko'rsatyapti o'zi ham karta. Vaqtida qildirmasanglar, aqlingizdagi kishi bunga uylanishi mumkin. Bun bilan nikohdan o'tishi mumkin. Bun bilan oila qurishi mumkin. O'rtoqlar. Chunki o'ziga qaratyapti. Bu ham ritual qilyapti. Sizlar o'ylamanglar, ritual bir yomon narsa deb o'ylamanglar. Ritual bu yomon emas. Sevgi chaqirish, o'zini sevgisini uyg'ontirish, aqlingizdagi kishini qanaqadir sevgi bilan ushlab turibdi. Endi sevgi ritual qilishni bilsa, o'zi ham qilayotgan bo'lishi ham mumkin masalan. Yoki qildirayotgan bo'lishi mumkin. Sizlardan sovutgan, aqlingizdagi kishini sizlardan sovutgan. Ko'rasizlarmi? Sizlar o'zinglar ketgan bo'lishinglar mumkin, masalan, sovib ketgan bo'lishinglar mumkin vaqtida. Ba'zi imperatorichalar o'zi ketganligini ham ko'rsatyapti. Masalan, siz imperatoricha bo'lsangiz, juda ham kuchli ayol bo'lsangiz, sizlarni yo'linglarni teskari qilgan. Yo'linglarni teskari qilgan kim qilgan? Bu ham magiya qilgan, chorniy magiya qilgan, qora sehrlar bilan. Bu sehr bilan ushlab turibdi. Unaqa sevgi chaqirish, unaqa Allohdan so'rash emas. Buniki sehr. Sehr bilan. Ko'rasizlarmi? Sehr bilan ushlab turibdi. Ko'proq sehr qilyapti bu. Ham sizlardan sovutgan, sehr qilib. Balki siz sovigan bo'lishingiz ham mumkin. Vaqt soatida siz bilan ayrilgan bo'lishi mumkin. Balki siz bilan eskidan oila qurgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, birinchi oilasidan ayrilib, siz bilan vaqt soatida oila qurgan, keyin sizdan yoki siz undan sovib ketgansizlar. Agar vaqtida mana bu sehr jodularni, chorniy magiyalarni tozalatmasanglar, mana magiya ham qilgan deyapti. Dushman tarafidan magiya qilingan. Hozir magiya bilan ko'proq bu ushlab turibdi. Buni magiya bilan ushlab turibdi, magiya qilib. Endi bo'lsa nikohdan ham o'tmoqchi bo'lyapti. Ko'rasizlar, magiya qilib nikohdan o'tishadi bular, magiya qilib. Magiyasi endi nima desa bo'ladi? Chorniy magiya, qora sehrlar bilan. Qanaqadir sehrlar bilan, toshlar bilan ishlanmayapti, tosh bilan, ko'rasizlarmi? Bu ayol o'zi aslida ritual qiladigan, o'sha magiya, chorniy magiya, ritualchi, nima deydi? Bular Allohga ibodat qilmaydi. Masalan, biza Allohdan so'rab aqlingizdagi kishini qaytarishimiz mumkin, lekin bular Allohdan so'rab qaytarmaydi. Bular tosh bilan ish qiladigan odamlar deyapman. Tagida toshi ham bor, ko'rasizlarmi? Tosh bilan ish qiladigan, qanaqadir dengiz bilan ish qiladigan, magicheskiy ish qiladigan, sehrlar bilan ish qiladigan ritual qilyapti. Balki ruscha ritual qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Ruscha, keyin yevricha, masalan, yevriyskiy rituallar ham bo'ladi tosh bilan. Ko'pincha
Ba'zi birlari tuxum bilan ham qilishadi. Mana buni ichida tuxum ham bo'lishi mumkin. Ko'rasizlarmi, idishini ichida bir tuxum bo'lishi ham mumkin. Qo'lini ko'rasizlarmi, qo'lini? Idishni yon tarafini ko'rasizlarmi? Yon tarafida qanaqadir o'tkirli qora nimadirlar bor. Buni ichida tuxum ham bo'lishi mumkin. Masalan, kimlardir tuxumga ham qilyapti. Bu qanaqadir bola ko'rgisi ham kelyapti hozir. Yevreylarni, ruslarni ritualini qilyapti. Farzand ko'rmoqchi bo'lyapti, farzand. Farzandga ham qilyapti, masalan, farzandim bo'lsa undan deb. Toshlar bilan ritual qilyapti, dengiz bilan ritual qilyapti. Ritualni har xil turi bor o'rtoqlar. Musulmoncha ritual qilsa ham bo'ladi, ruscha ham, o'sha yevreyskiy ritual qilsa ham bo'ladi. Lekin siz musulmon bo'lsangiz, siz nima qilasiz? Allohdan so'raysiz. Rus bo'lmasangiz, endi ruslashmagan bo'lsangiz. Bu ayol ruslashgan ayol, ko'rasizlarmi? Sochi sariq ham yoki sariqqa bo'yab olgan bo'lishi ham mumkin. Ruslashgan ayol kishi deyapti. Balki rus bo'lishi ham mumkin. Agar eringiz Rossiyada bo'lsa. Toshlar bilan ko'pincha shug'ullanishadi. Mani yonimda toshdek bo'lib tursin deyapti, ketolmasin deyapti. Mana tosh ham qilgan. Tosh bilan ham ritual qilishgan bular. Sehr qilib. Ibodat qilishmaydi bular. Bular sehr bilan shug'ullanadigan yoki yoshroq qiz yoki ayol bo'lishi mumkin. Endi bo'lsa nikohdan ham o'tmoqchi bo'lyapti. To'xtatmayapti. Ko'rasizlarmi? Nikohiga olsin deyapti. Endi nikohdan o'tish uchun ham qilyapti. Aqlingizdagi kishiga, o'rtoqlar. Ko'rdinglarmi nima chiqdi? Shayton. Orqadagi karta ochmoqchi emas edim, bu oldidagi karta edi. Nima bo'lar ekan dedim, ko'rdinglarmi? Shayton deyapti, shayton. Konkretniy sehr jodu qilyapti bu yerda. Kuchli sehrlar qilyapti. Shayton bilan sehr qilyapti. Shaytoniy sehrlar ishlatilyapti deyapti. Aqlingizdagi kishiga shaytoniy sehrlar qilyapti deyapti. Birga bo'lish uchun ham. Qora sehrlar, shaytoniy sehrlar. Masalan, kimlardir shaytoniy sehr qiladi. Masalan, birga bo'lish uchun, birga yotib turish uchun menga murojaat qilishadi, lekin menda yo'q unaqa narsa. Menga unaqa shaytoniy sehrlar qilib bering deb murojaat qilmanglar. Menda shaytoniy sehr yo'q. Men shayton bilan ish qilmayman, o'rtoqlar. Lekin aqlingizdagi kishini shunaqa shayton bilan sehr qilganligini ko'rsatyapti. U men bilan birga bo'lsin, mendan bola ko'rsin, undan men bola ko'ray deb shaytoniy sehr qilayotgan ayol kishini ko'rsatyapti aqlingizdagi kishiga. Balki aqlingizdagi kishi sizni eringiz bo'lishi ham mumkin deyapti bu yerda kartalar. Eskidan oilasidan ayrilgan bo'lishi mumkin. Yoki oilasi bo'lmasdan ayrilib sizlarga uylangan bo'lishi ham mumkin. Qanaqadir imperatorichaga deyapti. O'rtoqlar, aqlingizdagi kishida shaytoniy sehrlar ishlatayotganligini ko'rsatdi. Xohlasangiz bu shaytoniy sehrlarini tozalatinglar, aqlingizdagi kishini. Bo'lmasam qo'ldan chiqarasizlar, konkretniy, chunki nikoh ham tushyapti-da. Nikohdan o'tishi ham mumkin, o'sha shaytoniy sehr qilib, endi nikohdan o'tib olib, zagsdan ham o'tib olishi mumkin. Toshlar bilan sehr jodular bo'lyapti. Dengiz bilan qanaqadir, dengiz bilan ham, suvlar bilan ritual qilishyapti. Kimlardir tuxum bilan ritual qilyapti. Bu sehrga kiradi. Agar tuxum, toshlar bilan ish bo'layotgan bo'lsa, bu shaytoniy sehrlar. Birga bo'lish uchun, pastel uchun shaytoniy sehrlar bo'lyapti. Buni vaqtida tozalatmasanglar, aqlinglardagi kishini qo'ldan chiqarasizlar. Balki eringiz bo'lishi ham mumkin deyapman. Eringizni ham qo'lingizdan chiqarishingiz mumkin.
Hozir kimnidir eri Rossiyada bo'lishi ham mumkin masalan. Qanaqadir Rossiyadami, Turkiyadami, bir qanaqadir dengizli joyda eringiz. Sizlarni eringlar hozir dengizli joyda, ba'zi birlarni deyapman. Ba'zi birlarni qanaqadir suvli joylarda bo'lishi ham mumkin. Yoki atrofida bir suv borligini ham ko'rsatadi. Olib ketgan bu ayol o'sha joyga olib ketgan. Bu bilan o'sha joyda ko'rishyapti yoki ayol qanaqadir suvli joyda, dengizli joyda deyapti. O'rtoqlar, farqi yo'q endi, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Chunki qo'ldan chiqaryapsizlar aqlinglardagi kishini qo'ldan. Lekin sizda bitta shans bor deyapman. Sizlarda bitta shans bor. Faqat shansni qo'lga kiritsanglar, mahkam ushlasanglar, ko'ryapsizlarmi? Qanaqa turibdi? Shans turibdi deyapti. Bu shansni ushlab olishinglar kerak deyapti. Hali qo'ldan chiqarmagansizlar, aqlinglardagi kishini qo'ldan chiqarmagansizlar. Agar shansni qo'ldan chiqarsanglar, mahkam ushlamasanglar, aqlinglardagi kishi ketadi. Boshqasi bilan oila qurib ketadi. Vaqtida tozalov qildiringlar, vaqtida qaytarish, sevgi chaqirish. Bizada musulmoncha bo'ladi, shuni ham aytib qo'yay. Bizada unaqa shaytoniy sehrlar bo'lmaydi. Bizada duolar bo'ladi, Allohdan so'rash bo'ladi. Agar shaytoniy sehr qilaman desanglar, sizlarniki o'tmaydi. Chunki bu qilib bo'lgan. Unaqa shaytoniy sehr bilan chaqiraman deb o'ylasanglar, sizlarniki o'tmaydi. Sizlarniki o'tmaydi. Shaytoniy sehr bilan chaqira olmaysiz. Shaytoniy sehr bilan yo'lini tozalay olmaysiz, yo'lini ochib bera olmaysiz sizni yo'lingizga qaytishi uchun. Shuni bilib olinglar, masalan, kimlardir menga shaytoniy sehr qilib bering, pastel qilib bering deyishadi. Xato ish qilasizlar. Siz musulmon ayolmisiz? Siz eringizni faqatgina Allohdan so'rash bilan chaqirishingiz mumkin. Masalan, musulmoncha ritual bilan. Ruscha emas, masalan, sehr joduni faqatgina o'sha ruqiya o'qigan paytimizda, masalan, ruqiya bilan tozalov qilish payti o'sha ritual ham ruqiyaga kiradi. Ruqiya bilan tozalov qilib aqlingizdagi kishini chaqirib beraman o'zim. Agar qaytarish qilib bering desanglar, ham ruqiya o'qiladi, ham o'sha tozalov bo'ladi. Ancha-muncha kuchli sehrlarni yo'qotish duolari bor. O'sha duolar bilan qaytarish qilib beraman. Buni lekin faqatgina sehrini duolari bilan yo'qotasizlar. Shaytoniy sehrni duolar bilan. Alloh bizga yuqoridan indirib qo'ygan duolar bor. Ularni o'qib shaytonlarni tozalasa bo'ladi. Lekin siz agar shaytoniy sehr qilaman desangiz, sizni sehringiz o'tmaydi. Yoki kimgadir qildirmoqchi bo'lsangiz ham o'tmaydi. Chunki buniki kuchli deyapti. Buniki kuchli, sizlarniki o'tmaydi. Sizlar faqatgina sizlarni kuchinglar nimadan keladi? Allohdan keladi. Masalan, musulmonning kuchi Allohdan kelyapti. Bizaga Allohdan keladi. Duolar bilan yo'qotishimiz mumkin. Kuchli sehrlarni ham, shaytonlarni ham. O'rtoqlar, vaqtida bu narsani olinglar. Vaqtida qildiringlar, aqlingizdagi kishi qaytishi mumkin. Vaqtida qildirsanglar, yana sizlar bilan boshqatdan boshlang'ich boshlaydi. Yana hayotinglar tiklanadi. Vaqtida qildirsanglar faqatgina. O'rtoqlar, o'zinglar uchun alohida qaratmoqchi bo'lsanglar, WhatsApp, Telegram nomerimni yozib olinglar. 91 316 10 50. WhatsApp, Telegramdan menga bog'lanasiz. Tarot karta qaratmoqchiman desangiz, tarot karta nima bo'yicha, masalan, aqlingizdagi kishini nimasini o'rganmoqchisiz? Qachon qaytadi deb o'rganmoqchimisiz yoki hayotida boshqa inson bormi deb o'rganmoqchimisiz? Buni yozasiz. Ritual olmoqchi bo'lsangiz ham ritual olmoqchiman deb yozasizlar, o'rtoqlar. WhatsApp, Telegramdan faqatgina bog'laninglar. Menga telefon qilib o'tirmanglar. Sразу WhatsAppdan yozsanglar, o'sha yerda ответ qaytaraman. Nech pul bilan ko'rishimni. O'rtoqlar, tekinga ko'rilmaydi, qo'l haqqi berilishi kerak. To'lov qilganingizdan keyin ko'ramiz. Like berishni, obuna bo'lishni unutmanglar.
yaxshi tarafini oldim, qabul etdim deb kommentariyadan yozinglar. Yaxshi tarafi sizlarga ketsin, eng yomon tarafi o'sha koinotga uchib ketsin, dengizga ketsin, o'rtoqlar. Sizlardan uzoqlashsin. O'zinglar uchun alohida qaratsanglar, shu WhatsApp, Telegramdan yozasizlar. Profilda nomerim ham turibdi, o'shadan ham qidirib topsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Allohga omonat bo'linglar. Yana ko'rishguncha. Bay bay.